Masalan 500 dollar pul bor, to'g'rimi? 40%dan topishlarsiz kerak, testga tushdi sizlarga. Birinchi logikalaringizni ishlab ko'rasizlar. O'zi 50%, yani 50% сколько будет? 250 bo'ladi. A bu yoqda 40%, значит testga tushsa 300-350 degan javoblar bo'lsa belgilaysizlar, o'sha xato. Logikani ishlab, значит javobi 250 dan kamroq bo'ladi. Tushundingizmi? N foiz topishni eng oson usulni aytaman. Qaranglar. Xohlagan soni foizini topish uchun 2 dan 0 o'chiramiz. 2 dan 0 o'chiramiz. Necha qoladi? 5 qoladi. Keyin ko'paytirib qo'yamiz. Mana shu yerda son qolganini ko'paytirib qo'yamiz. 5 ni 40 ga ko'paytirsak eng oson usul 5 bilan 4 ko'paytiramiz. 20. Bitta nol qo'yamiz. O'rganishdan oson usul. Masalan 700 dollar pul bor. Hop, 30% necha pul bo'ladi? Shuni taksiga qilsak 200 dollar olasiz. Tushundingizmi? Masalasi qiyin emas. Oson. Faqat oson taksiga o'rganishlar. Mana. 7 kara 30 200. Ya'ni 7 kara 3 hisoblaysiz 21. Bitta nol 200 dollar. Tushundingizmi? Qiyomashodlarim javobini topolmayapti. Topganida 50 ming so'm ishlardi. 50 ming so'm mayda pul oldi. 50 emas, 100 dollar, 100 ming dollar, 10 ming dollar ishlash xohlaysizmi? Точно? Bo'ldi, masalaga hozir chotki formulasini yozib beraman pul ishlashni. Ya'ni muvaffaqiyatli inson bo'lishni formulasini yozib beraman. Ota, ona plus duosini olish kerak. Shunda nima bo'ladiki? Jannat. Xo'p, ana formula. Matematik formula. Endi qaranglar qiyomashodlari. Agar sizlar ota-onalaringizni xursand qilib, ularning duosini olsalaringiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Bu uchun yaxshi o'qishlaringiz kerak, yaxshi o'qib, ota-onalaringizni xursand qilishlaringiz kerak. O'qishlarga kirsalaringiz, ota-onalaringiz sizdan faxrlanib yuradi. Tushunarlimi? O'shandagina kelajaklaringiz zo'r porloq bo'ladi. O'zi bu hayotda qaranglar. Ikkita odam umuman ishlamasa bo'ladi. Kim bilasizmi? Birinchisi ota-onasini duosini olgan odam, ikkinchisi ota-onasini qarg'ishini olgan odam. Nimaga? Agar ota-onalaringiz duosini olsalaringiz, ishlamasalaringiz pul o'zgaveradi. Endi o'sha har ozgina harakat qilsalaringiz Xudo beraveradi. Agar qarg'ishini olib qolsalaringiz, ya'ni norozi qilsalaringiz, aytganini qilmasalaringiz, qancha ishlasalaringiz pul topishlaringiz mumkin, lekin barakangiz bo'lmay faqat uchib ketadi, yo'qotib qo'yasizlar. Tushunarlimi? O'sha uchun har doim ota-onalaringiz duosini olib, aytganini qilib, yaxshi o'qib, zo'r natijalarni ko'rsating. Matematika eng kuchli fan. Buni bilsanglar, o'sha qolgan narsalarni bemalol fizikalardan ham yechib tashlayverasizlar. Chunki mana ustozingizlar so'rab, qiziqqanlar mana bularning onlayn darslari bor. Mana Sardor kechida borib o'qisanglar ham bo'ladi. O'qiysizlarmi? Qiziqasizlarmi? Qiziqinglarmi o'zi? Yoqdilarmi ustoz?